Assalomu alaykum obunachilar. Hammaga xayrli kun. Bugungi kunimiz 19-avgust, hafta kuniga yakshanba kuni. Obunachilar, mana biz hozir o'zimizning Termiz shahri markaz mol bozoriga keldik. Sizlar uchun mana hozir bu yerda katta mollarni syomka qilgani keldik. Hozir bu yerda mollar juda ham ko'p. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like'lar bosamiz. Videolarimizga like bosib, chorva qiziquvchilar jo'natib qo'yamiz obunachilar. Ko'cha kimdan ekan aka bu qiz? Sizdan qancha deymiz aka? Labay 19 kelishadigan joyi bor-a? Yoshlari qanday bir? Hali yoshiga to'lmagan-a? Yoshiga to'lmagan. Shu ko'cha ekan. Qayerdagi edi? Partizan, namuna partizan o'tkiz ekan obunachilar. Yaxshi o'tkiz ekan. Bo'ladigan mana ko'rib turibsizlar. Olib boqsa, bir 4-5 oy yaxshi boqsa, katta buqa bo'lib qoladi. Aka yana izi bormi? So'raganlarga. Yo'q, bormi? Bo'ldi. Telefon raqamini aytasiz? 50lik 507 05 07 raqamga qo'ng'iroq qilayapsiz obunachilar. Bu ona bola kimdan aka? Sizdan sotildimi? Oldingiz. Qanchaga bo'ldi? 28 million. Bo'ldi. Bir ko'rsatib yuboray endi. 28 millionga olibdi. O bolani lekin ko'sta emas. 28 ga oldingiz, ha? Buyursin, zo'r ekan. Bo'ldi, ustiga qo'yib, ha? Bo'ldi. 28 ga mana. Obunachilar ko'rdilar. Bolani qarang. O'zi ham ana deyman, urug'dan tushganmi deyman, bola ham. Ha, urug'dan tushgan, ha, bilinib turibdi-da. Kattagina zo'r ekan, bolani zo'r berdi. 15 ta suti bor, ya, baklarni ko'rib turibsizlar, obunachilar. Sigirda. Ayting nomerni, ayting. 94lik 582 1888. Telefon qilaveradi. Buni yoshlari qanday edi aka? 5 ta tuqqan. 5-chi tug'ish. Ha, 10 kun bo'ldi. Ichiga yana bor. Suni qo'yilgan, ha? Bo'ldi, zo'r. Zo'r. 28 ga arziydi. Obunachilar eshitlang, nomerda mana egasini o'zidan yaxshi sigir ekan. O'zim ham havasim keldi, to'g'risi. Bolasiga ayniqsa qiziqdim. Bolasi urg'ochi ekan, nasib bo'lsa 1 yildan keyin bu ham shuncha bo'ladi. Ekavni mo'p ko'payib ketadi. 3 kun oldin yurar ekanman-da, to'g'ri. Sal adashib ketdik, chisloga aka, rahmat, bozoringiz. Chisloga adashib ketdik. 19 devorman, uzr 19 emas. Ana so'rang, bu qanday? Bo'g'ozmi qo'chmagan hali? Qisir, ha? Bo'ldi. Qisir tana so'raganlarga. Qancha deyapsiz narxini? 14 kelishadigan joyi bor, ha? Ha, savdosi bo'lyapti. Savdosi bo'lib ekan. 12 ga savdosi bo'lib o'tgan ekan. Gapi, barakasini bersin. Mana ko'rlang, obunachilar. Mol qilaman deganlarga savdosi bo'lib turibdi ana. Shtirni sanayapti joyiga. Savdosi o'tib turgan ekan. Bumi? Ko'chat buqacha. Narxini qancha deyamiz, xolos? 15 million deyilayotgan ekan. Bo'ylari shu 80-90 lar atrofida. 15 deyilyapti. Kelishadigan joyi bor ekan. Bolamiz uyalib ketib qoldilar. Qayerda mol qoladi? Ha, o'g'li so'gan. Bo'ldi. Yaxshi. 25 million deyilyapti aytilishi. Kelishadigan joyi bor, ha? 23 bo'lsa berilar ekan. Yoshlari qanday? 1 yoshdan endi o'tdi, 2 ga bormagan. Juda ham katta, yirik buqa ekan. Olib boqsa ham bo'ladi, so'yib olsa ham bo'ladi. Qayerda mol edi aka bu? Namuna nechinchi brigada? 17 bo'ldi. 17-brigada. Namuna mollar o'zi yomon bo'lmaydi. Har doim toza mollar chiqadi.
33 million deyapti. Kelishadigan joyi bor, ha? Yoshlari qanday? Где-то bir 2 ga tishlavergan, ha? Orqa gabaritlarni ham ko'rsatay. Katta bo'lsa ekan juda ham. Qayerda mol aka? Shahar, Termiz shahri moli. Yemishlar joyida, vaksinalar qilingan. Mana obunachilar ko'ryapsizlar, realni egasini o'zidan. Telefon raqamini aytasizmi? 93lik 215 36 33 raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Obunachilar egasi bilan gaplashib olasizlar, kelishib. Bu kimdan 33 million deyapti. 1 million so'rayapti. 30 ga savdosi bo'lgan. Bermadingiz. Ustiga o'tsa berasiz. Bo'ldi. Yoshlari qanday aka? Tishlavermagan, hali. Qayerda mol edi? Mana Termiz. Birga? Ha, 11-chi. Bizga yaqin ekan. 11-chi birga buqasi ekan. Mashina ko'ryapsizlar. Bitta shu qoldi, boshqa yo'q-a? Yo'q. Mana shu oxirgisi. Ichida ko'ryapsizlar. Sotildimi deyman, bu aka? 26 ga sotilibdi mana obunachilar. Katta ekan, o'tkiz bo'ladigan. 26 millionga sotildi ana shu o'tkiz. 26 savdosi bo'ldi. Ko'chat buqa so'raganlarga obunachilar. Ekan sana pulni sanab olyapti, shitir. Hozir narxlarni bilib olamiz. Assalomu alaykum. 16,5 deyapti ekan mana qora. Bularchi aka mana bir qator aytavering. Bo'lgan ham yo'q buni. Mana uni 16,5 so'radi, 17 million so'rashdi. 16,5, 17 millionga buni so'radi. Ustiga qo'shsa beriladi ozgina. Mana obunachilar. 13 million. Qaysini? Mana 16,5. Nargisi. U 17,5 bo'ladi. 18 beryapsiz unga. 8 deyayotgan ekan. Mana 16,5 ga savdosi o'tdi. Obunachilar bermabdi mana. Ko'ryapsizlar egasini o'zidan. Realni mana bittadan sotdi o'zi akamiz. Aka qaysini sotdingiz? Ha, nariyoqqa. Ha, bo'ldi. Mayli, savdosini bersin aka, barakasini bersin. Siz soting. Kimdan ekan bu? Sizdanmi? Qancha deyapsiz? 13 millionga bermadim, 13 ga bermabdi. Ha, bu qancha ekan bu? Ko'chat bu qancha? 13 ga savdosi bo'ldi, bermading, ha? 13,5 deyapsan. Yo'q, 13,5 misolda bu. 13,5 deyapsiz. Ustiga qo'shsa berasan, ha? Qayerda mol edi bu? Limonariyani. Bo'ldi. Yaxshi bo'ladigan o'kish ekan. Raqamni aytsana. Ayt. 93lik 639 3720 ha? Bo'ldi. Obunachilar ko'chat o'tkizishlar so'raganlarga narxini ko'rib olaylik. Qancha aka? 26 aytilishi. Bolasi urg'ochicha ekan, onasini o'zida. Ichida yo'q-a? 2 oylik bo'lgan, qo'yilganiga. Ichida qo'yilganiga 2 oylik o'tdi, bolasi mana yonida 26 million deyilyapti. Kelishadigan joyi bormi aka? Qayerda mol edi aka? 40 da mol ekan. Mana obunachilar. Ko'ryapsizlar, mol qilaman deganlarga. Kelishadigan joyi bor yana. Aka izi bormi yana buni? Yo'q. Tushib qoldi.
Obunachilar. Lekin bolani zo'r berdi. Ko'sti emas. Bolani zo'r berdi. Aka raqamni aytasizmi? 94lik 140 56 55 raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Ustidan berib turibdi hozir bu. Qancha berib turibdi? Yemishga qarama, beraveradi. Bolasi ham yem turibdi hozir. Ha, bo'ldi. Yaxshi, zo'r. Obunachilar eshitdilar nomerini, mana akani o'zidan, egasini o'zidan. 3 kun oldin yurar ekansiz. Chislon noto'g'ri aytib o'rimiz.